DNK tekshiruvi xulosa. Sen hozir nima deding? Oyi, o'shanda daryoga tushib ketganimda oqim meni quyiga oqizib ketgan ekan. Meni asrab olgan otam qutqarib qolgan. Juyan, sen tirikmisan, o'g'lim? Oyi, o'g'lingiz noshudlik qildi. Shuncha yil davomida sizni izlab topolmadim. Sizni azobda qoldirdim. Oyi. Juyan. Hammasi onangni aybi. Seni himoya qila olmadim. Jumen, qo'lingni ber. Bu bo'lish mumkin emas. Oyi, menga ishoning. Bundan keyin sizni o'zim parvarish qilaman. Rohatda yashaysiz. Qaytganing rost bo'lsin. Oyi, bunaqa kambag'alni mensimaydigan, boylikka ruju qo'yganlardan voz kechsa ham bo'ladi. Ona bolaning topishish sahnasi juda ham ta'sirli. Yig'lagim kelib ketdi. Qashshoqligi yuzdan bilinib turibdi. Rohatda yashaysan deydi-ya. Ustidagi kiyimini qaranglar. Qurilishdan chiqib to'g'ri shu yerga kelgan shekilli. Mirlandavur o'g'lini topib olib, endi u meni himoya qiladi deb o'ylayapsanmi? Himoya qiladimi yo'qmi? Buni sen hal qilmaysan.